La ilaha illalloh anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin degan duo bor, bilasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Yunus alayhissalomni yetti qornida o'qigan duosi. Shu duoni men примерно bir oydan oshiq bo'lib qoldi. Почти что adashmasam. Endi hali ehtiyotkorlik qo'rqoqlikka kirmaydi deydi, shu gapga o'xshab. Misol uchun dan xodimlar bo'ladi-ku, men chiroyli qilib aytganda. Dan xodimlarni ko'rayotganda, уже men shu duoni o'qigandan keyin Alloh qudrati bilan bilsanglar, haliglarni betini shunday teskari qo'yapti Alloh bor, qudratiga qoyil qolish, cheksiz qoyil qolsak bo'ladi. Bir marta hammani to'xtatyapti, bir bilmayman, hozirgi kunga o'xshagan juda ko'p gaishnilar turibdi, hammani bitta to'xtatyapti. Men ham to'xtatsa kerak dedim. Baribir o'qib oldim hali duoni, bitta o'qib turib. Kelsam Alloh qudrati bilan bir 20 tacha odam dan xodim mana shu. Shuni teskari qarab qolish, shuni teskari qarab turishgan paytiga men to'g'ri kelib qoldim. Bitta meni o'tkazib oldi. Bir marta bo'lsa to'xtatdi, chunki telefonda gaplashayotgandim, kelib qoldim, gapirayotgan paytimda o'qib olmay qoldim. To'xtatgandan keyin ham shunda to'xtadim. To'xtagandan keyin bo'lsa, endi kech bo'lsa hechdan ko'ra kech deb turib, ana shu yerda ham duoni o'qib oldim. Dokumentlar istesam orqamda уже kelib turgan ekan. Shu aynida ochib qo'ygan edim. Shunaqa bir muloyimlik bilan qalbini shu darajada yumshatib qo'yibdi-ki, Allohim. Yirrayt deyapti. Dokumentni deyapman, уже kelib turib oldimga ketaring deb muloyimlik bilan gapiryapti. O'z bilasizlar, tem bo'ldi Rossiyada вообще bu qanaqa grup отношение qilishadi. Alloh qudratiga tan qolmasdan iloji yo'q. Shuning uchun doim qanaqadir bir zolim inson, kimgadir bir zolimlik qiladigan inson bo'lsa, boshqa shunga o'xshagan vaziyatlarga ketayotgan bo'lsanglar, shu duoni men oldin ham o'qiganman. Ta'siri sirroz bilinadigan ta'sir, hali zolim insonni biror nachalnigingiz bo'ladimi, boshqasi birov sizni so'kish kerak, siz borasiz, siz so'kish eshitasiz. Otangiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, hali duoni o'qib borsanglar, inshaalloh Alloh qalbiga shunchalik yumshoqlikni joylashtirib qo'yadi. Mana shunaqa.